Xo'jayin hoyim, ofisdan chiqarib uxlayapti. Shuncha odam kelyapti, bu uxlayapti. Dunyoni shu bo'lsa, qaldirg'och negam degan shu bo'ladi. Bu naql o'rdak emasmi bu? O'rdak desan, o'rdakka xo'jayin, ofisdan bo'shatib o'rniga samovarchini qo'yish kerak. Qo'y endi, yoshda o'rganib ketadi. Xo'jayin hoyim, falokat qaring shuncha narsani sindirdi. Xo'jayin eskilab bekorga aytmagan yer tagida oltin qoziq deb. Qoziqni nima aloqasi bor endi bunga? Men deganim shu ofisantni bo'shatib o'rniga samovarchini olish kerak. Alo. 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 Xo'jayin hoyim, ana ofisant qan ish payti menda gaplashib o'tir. Xo'jayin shuni ishdan bo'shatib o'rniga samovarchini qo'yaylik. Jonimga ham tegib ketding. Kimni ishga olasan, kimni bo'shatasan, bora bilganingni qilay. Samovarchi. Bo'ldi, ishing hal. Bugundan boshlab ofisdansan. Rostdan aka. Kattakon rahmat, ishonardim sizga. 10 kun ishlab turib keyin kassaga o'tkazib yuboraman.